hattoki erkaklarga ham aytayapti-da, sizning orangizda eng yaxshingiz bu ahli ayolingizga chiroyli va yaxshi munosabatda bo'lganingizni Baqara surasida ham kelyapti bu. Ya'ni aytib turilgan joyda biz yana nima qilamiz? Yana chidaymiz. Va sizga Alloh buyurmadi zulmni chidashni. Sizga shunchaki yo'qchilikda, qayerdadir kamko'zlikda sabr qil deyapti. Lekin zulm senga nisbatan jismonan seni psixologik ezayotgan holatni chidama deb turgan joyda nega biz chidashimiz kerak ekan? Va mana shu yerda chidash aslida bu yerda qo'rquv, men hech kim emasman, men hozir bu yerdan ketsam agar ertaga och qolaman, bolalarimni qanday boqaman? Boqasan. Birinchidan rizq bu Allohdan deyapmiz, ikkinchidan u ota bo'lib qolaveradi va uning vazifasi bu. Lekin sening hayotingga senga rizqni Xudo beryapti. Qancha o'sha mana shu abyuziv munosabatga chidamasdan chiqib ketgan ayollarni ko'ryapmiz va ular hayotida yangi turmush qurayotgan holati bor yoki o'z hayotini izga solgani bor yoki o'zini hayotda topgan ayollarni ham ko'ryapmiz. Va ayol agar o'zini kerakli deb bilsa, o'zini qayerdadir men eng yaxshisiga loyiqman degan his bilan yashashni